信，人间还有真诚一次次的恩怨纷争，已使我休克满是伤痕。故作风中打转的沙山，不要为了爱而牺牲。我自己不停地问，何时再打开那道心门？我不是自由的主人，我不做铁狱的见证。当泪滴轰然响起，惊醒了罪恶边缘的人。不做风中打转的沙尘，不要为了爱而牺牲。我自己不停地问，何时再打开那道心门？Gollandiyada 4 yil turmada yotgan Pangyu biyovni bugun mush turmga akapti. Qaysi Pangbiyon deysan? Esingdimi? Eliq nurg'un saqchilar qo'rishib olib 5 pay o'q etib tutanmagan oq bo'r deydigan eliq odamchi. Esimga keldi. Heliq shukanda. O bek vahshiy ablah. Uningga 4-5 odamni tankilanmaydi. Odam uningdek zaharxanda bo'lmas. U kelsa yana kimlarni nasbasaki? Efendim. Koyuzni ichib et. Bu jinoyatchining materiali va yenida chiqqan aslari. Ey, uning ichida nurg'un pulliq narsalar bor. Obdan sana olajimi, ha? Ko'zingni kel. Altın zincir 1. Altın üzük 1. Pul 2500 yuan. Dollar 3000. Goilder 800. Sen türmüde yatırgan adam munchacık pulni nimaga kelding? Bu özemning ishi. Mening pulim ko'p. Hashlaydigan yer yo'q. Aqtiringlar. Sizlar saqchilar o'zinglarni qaltichaqlab, meni qo'rqitibsizmi demanglar. Bu men kirmagan turma emas. Mening kim ekanligimni so'rab beqinglar. Turma qanchalik yatdi? Men qanday chiqishni bilaman. Men sizlarga o'xshash amaldorlardan qo'rqmayman. Ustinglardan ar sunishga haqli ekanligimni bilaman. Turmadan chiqqandan keyin yana mendek nochi yo'q. Qani, qanaqa qila olasizlarki? Pangyu biyo, men qara. Men sening qovul ekanligingni bilaman. Ammo bu yerga kirgandan keyin bu yerning qoidasiga bo'ysunmasang bo'lmaydi. Agar sen buyruqqa bo'ysunmasang, biz saqchilarning gapini anglamasang, o chaqda ko'giligingni ko'rsan. Gapimni angladingmi? Xayrli sar, xayrli sar, xayrli sar, xayrli sar. Ay, Lenjang. Keldingizmi? Yaxshimisiz? Baş shtab qashanganda telegramma keldi. Siz qaltiskansiz-chimi? Bu qanchalik ishdi? Aras, turmushliq bormi? Ichida bor. Ma'qul amsa, hili paranshaylar. Bo'ladi, hili ko'rishaylik. Xo'sh. Kimsan? Men turm boshlig'iga choyga kirgan. Men o'g'rimishligim araysan. Efendim, ben... efendim. Nima ish? Ey, nima ish qilib qilsan? Men
nersi kerakligini jug'ishtirasam, bu saqchi kirib qoldi. u man yerdan ishlayotgandi. Sen uni mening ishxonamga usib kirgan o'xshaydi deb qopsan-da. Dada, ammo Hech u qisi yo'q. Sen chiqib ket. Maq. Bo'ladi, sal turib kirib, polni aytib o'tay. Bo'ladi. Dada, u Lingjan, jinoyatchilarga unda gumonliq nazaring bilan qarama. Ularni o'zgirdi. Ularning g'ururi bor. Hey. Qandaq tunugin akşam qaytib kelib, Shangangdagi o ishlarni menga tafsiliy so'zlab bermiding? Elimo, mening yuzimni tushunmabsan yaxshi. men dadamning yuzini tushunsam qanday bo'ladi? Sizning o'g'lingiz bo'lmoqmi taskan. Hamma ishni yaxshi qilmasam, xalqning masxarasi qildigan gapkan. Bo'ldi. Kichikini ish qilib qo'yib, to'pani ko'z qilma. Yaqay. Boshqa ish bo'lmasa, men xizmatdoshlarim bilan paranglashib chiqay. Yana bir qism yangi uskunlar keldi deydi-ku. Ha, ular atrofda chiqqach tur. Men birdamdan keyin chiqaman. Xo'p, boshliq. Bo'ladi. Kira. Efendim, polni sirtib o'tay. Nimaga qaraysan? Hech nimaga. Qaysi xabar qarayapsan? Ikkinchilikka erishgan mening qizim bo'ladi. Sening qizingmi? O ikkinchi o'pdi-da. Muborak bo'lsin. Rahmat sizga, rahmat. Qizing bek pokiz odam bo'pti. Turmadan chiqqandan keyin rahat ko'rdi ekansan-da. Ras, mushu turqimdan chiqib qizim bilan birga o'tgan bo'lsam, qancha yaxshi bo'lardi. Obdan ishla. Men sening baldiroq chiqishing uchun obdan bir dokulat yozib qo'yman. Rahmat efendim, rahmat. Bo'ladi. Ko'p rahmat. 621. Bu gezitni sana vereyim. Bo'ladi, rahmat efendim. Rahmat. Ay, namına chat ellergim chiqib ketibdi. Endi sahnaga chiqib mukofot olish uchun eng kelib chiqasiz bo'lg'idek. Bo'ldi. Odamni bek maqtib etdinglar. Bu elektronlik apparatni xeyli yaxshi kan deb anglayman-ku. Apqashmaq, endi tabriklamasak bo'lmaydi. Bo'ladi. Munda qo'sin hamsa. Sal turib, men piv bilan mehmon qilay. Zakaz qismi menda bo'lsin, ha? Qandaq? Buni qandaq ishlatadi ekan? Bu elektronlik uskunani hech qancha aloyligi yo'qmi deyman? Boran biz belgilangan bir necha rayonni turibli kuzatatdik. Hozir undaq emas. Shu bir rayonning knopkasini bossaqlar har qaysi tarmoqlarning xizmat ahvolini shu an ko'ralaymiz. Hamda naq maydonni isbot sifatida lenta og'ilib Buni qilib baqmamdiq. U yana shu ablaqqa. U yana jidal qilib turibdi-da. Onu Gollandiyadan texe yaqinda ketdik. Uningda boshqa odam undaq askarlik qilmaydi. Nega? Efendim, ben sizge, ben südük maşinesi emeğiz demedim mi? Siyginiz olsa özünüz siyin. Ben siymeyim. Keçirin. Bo'ldi, qil. Mana. Kira. Hey, man urunman, erz kırmen cuma bika. Beni uramsa, sen beni urmakçı mı? Ben bedenimi tekşirip üstünde erz kırmen cuma. 28979. Nima vaqiraysa? Yana bir degina qani. Ben gap kıldım mı? Bo'ladi. Mana siyib kel. Siygim kelmese... Nemin siyme? Meni ornumda siz siyip verin ha, bo'lmasa. Soni o'zing ishlamsa, og'zing qo'yamdiq. Uma tehdit sal demen, turun başlık bilen görüşme. Man qara. Bu yerni Gollandiyamga deb qaldingmi? Bu yer Singapur turmusi. Sen bu yer kelgan bu yerni qaytisiga bo'ysunishing kerak. Bu yerni qaytisini sen so'zlab beramdim. Xeyli səhər başlıq. Xeyirli səhər. Oy, nimani ko'ryapsizlar? Ləncan cinayətçini ədəbləyotudu. Shundaqmi? Men ko'raychi. Lenjanning jinoyatchilarga taqobil turishga xeyli ipi bor ekan. Siz uning xeyli jiq gumpiga yetib ketgansiz. Ancha-muncha. Məşhur ustanın qoludan dana şagird yetişib də. Lenjan qalsichimi? To'g'ri, ochiqroq qilinglar-chi. Sıkıvattım ha. Sıksam mı çıkmayatmam da. Sta. Rost siymamsa? Keçirin başlık. Kira. Siyip birem mi? Sıkıp mı? Çıkıramısam?
Bu obdan üskün iken, sörtüm inikken. Nayt inik. Men uni aeroplan bilan adablab qo'yay degan, u xiyolida jinoyatchi degan podsho nima qilg'isiz qilaver deb o'ylab qopti. Sense odamni uraversan, odatlanib qolsan jimo. Durust, hozirgi vaqtda jinoyatchilarni urib bosh qurishga bo'lmaydi. Buningga menmi qo'shilaman? Ammo biz kun tag'amga o'xshash qanday jinoyatchiga qaysi usulni qo'llanishni bilishimiz kerak. Jinoyatchilar uningda qo'rqidi, yana kelib amaliyot isbotildi. U mendan tayoq yegandan keyin yuvashlik bilan taratxonaga maqon. Men bundaq ishning qayta yuz berishini xohlamayman. Ammo men uqdingmi? Xo'p, boshliq. Jinoyatchilarni boshqarishning usullari ko'p. Xalq tuturma soqchilari odam urishdan boshqani bilmaydi ekan deydigan xato ko'z qarash paydo bo'lib qolsa qamlashmaydi. Bo'ladi. Bu ishda men ketkizib qo'ygan bo'lay, bo'ldimi? So'kish is beramdiman yoki to'ynam is beramdiman? Bu öy olmasa, boshqanga mushundoq gap qilamsan. Tuzuk tur. To'ynam izishning hojati yo'q. So'kish izishning o'rnida ammoga obdan yuzlan. Ammoga yuzlan? Dada, nima da'vatsiz? Unutib qoldingmi? Biz turma birlashma mudofaa qismlari bilan birga ko'rgazma iyon to'plash faoliyati Bu olib ishda bormoqchi. nima aloqasi? Men seni ulgu bo'l demoqchi. Ulgu bo'l? Dada, chaqchaq qilmang, bu ishga meni sasangiz bo'lmaydi. Men qaror qilgan ishni o'zgartmayman. Men ko'p o'ylandim. Butun jangi turmisida bu ishga sen eng loyiq. Bu ishga sen bormasang, men saqlimni so'rab o'zim boraman. Dada, bo'ldi, boshqa birsini evating-a. Men qarorimni bosh shtabga yo'llab etdim. Endi bormayman desang, bosh shtabchiga o'zingda. Kiring. Doklad, boshliq. Tekshirish natijasi chiqdi. Panyubiyovning so'digini tekshirdik. U nishini hozir chekib o'tibdi. Hey, loyim. Men narsalarning menga lozim yo'q. Sizga berib o'tay. Rahmat sizga. Narsa kerakliringizni yig'ishtirib, ma'qul o'tamsiz nima? Quruq qo'l kelib, quruq qo'l ketadigan tursak, yig'ishtirg'idak nima deysiz? Muborak bo'lsin. Oxiri erkinlik chiqdigan bo'lsiz. Erkinlik chiqsaqmi yana shu. Necha yil turmada yetibdik. Bu yerdan chiqsaq kim ko'zga iladi bizni? Hay, undaq bo'lmas. Necha yildan beri siz bu yerda xelichiq hunarni o'rgandingiz. Chiqqandan keyin texnik ishlarni gap yo'q qilib ketalaysiz. Rahmat. O'zingizga ishinib. 23830. Narsa kerakligini yig'ishtirib bo'ldingmi? Yig'ishtirib bo'ldim. Bu yoqqa. To'xtab turing. Sizga bir hojatdan bati chiqqandan keyin qizimga telefon berib qo'yib, dadingiz sizni bak sehrim ketdi deb qo'yasiz. Bo'ladi, chatoq yo'q. Men ketdim, Xudoyim g'amonat. Qara, qizim. Qara. Qara, bu oson gap. To'liqsizda bo'ldi. Evet, ko'rib berdim. Ajab kechikdingiz-ku. Yana texi 5 minut bor. Meni bu yerda ulgu ko'rsataydi odamni xijil qilib. Siz kelmagan bo'lsangiz, putlarim o'shib ketar ekan. Nima deydigansiz? Bu yer asha bo'lmasa, undaqmi oshirayotgan bormi? Turishqa tas emas. Haq ko'rsatmasak bo'lmayotgan emasmi? Yuring. Siz mishat turib turing, Men qahva akelay. Mishat turib turing. Hey, tuz turing. Obrazga ta'sir etadi.
kechiring. Ko'rib baq. Oo, paravalliq pulim bor ekan. Ha, davolaydi ekan. On to'rtinchi qitimliq so'rash mavsumi. Hey, nima qiryapsa? Qizil qiravatma. U bizning uyning qishida o'tirdi. Qaysi? Oq kiyim kiyib olgancha. U dunyoning romantik ayol bosh qahramoni shunday o'xshaydi ekan. Por qizini otamsan yoki boshqasini otamsan? Ay, u semizni demedim. Galasi taqib olgan deyapman. Chiroyli qiz bo'ldi. Alran galasi taqib olganmi yoki qizg'uch galasi taqib olganmi? Kezing durmaydi ekan. Yo'q, ish qilib semiz emas. Hey, kalva. Uzun chash bellar eng qizcha. Mushu. Kayda baqayli. Ko'zing bor ekanmi? Rost chiroyli ekan. Hey, nima borsa? Chaqan bo'lmasa, tez. Chaqan. Bo'la chaqan. Voy. Kechiring. Voy. Bo'la. Kechiringlar. Va oltin men qarang. Voy. Nima bo'ldi? Ketgandi. Hozir bir şey oldi. U doim ashundoq qiladi. Odamni xajil qilib. Monandagi mundaq beparvolik qilsak bo'lmaydi. Men uning gapini anglamayman. Aynakka kunlar tushib olib, aniq ko'ramadim. Ko'ramidingmi? Hey, kirib choy ichib chiqaylik. Yo'q, sen turdi. Uni qish qo'yib qanday qildiramiz? Bu ishlar tugasa, men yana bir fursat tepib bu ishni uningga deb baqay. Bo'lamdi? Shundaq aka. Biz uni kuzatyapmiz. Hozirgacha alondan boshqasini ko'rmadik. Xanım, telefon. Rahmat. Ayaqda. Kim? Shona, men Alon. Aka, hech kep bulamaysan-ku. Men sana sirtli telefon beryapman. Qarma. Sirtdagi mashina to'xtash maydonida meni saqlab tur. Ehtiyot qil. Qo'rqma. Men choy buyurtib qo'ygandim. Pul berasan bo'lmadimi? Ma'qul. Aka, bu motorni yeng aldingmi? Ha, og'inamniki. Qanday bo'lamdi ekan? Bo'ladi ekan. Chaqanaydigina, hayda. Bo'ladi. Nima degan chiroyliq. Menga ip berdingmi? Bu chantang bo'yicha eng qimmat skropka. Rasma? Ras shunda qimmatmi? Ha, 2000 necha skor oldim. Mushni olaman deb, jiqon pulimning hammini tugatdim. Men sana bunda qimmatini al demedim-ku. Yili ocham necha ko'yliq bo'lsa bo'ldi degandi. Ağandakən yaxsını aldığan gəm. Sən bugün bunu gülmən deyəsən, ətsi onu gülmən deyəsən. Yaxsını etməmsəm, köngül qoyub bügənmisən. Yəni kilib, skropku digənini obdan çalamısa, çalıb oğuzdan çoşqıdək. Avazı sərt nəsə. To'g'ri. Chiqim yaxshi egidiman aka. Ammo yili ocham aldirashtirsa, menga o'gitib qo'yarmi? Deb baxmamsa, nima deb o'gitib qo'ymaydi ekan. Yili ocham seni qanday yaxshi ko'rib qolgandi. Sening gapingda faqat chiqmaydi ekan. Menga o'xshash kelishgan yigitni o əlbəttə yaxşı gördü də. O'zingni maqtamsan-chi aka. Hey, ati-atiga kel. Hali qurilish bitdimi? Bitdi. Voy, diqqat qil aka. Nimandaq tez haydaysan? Bu nə? Düşə. Ha?
Çaqqanayda qaşıq qoymaylı. Kechiring. Doktorning tekshirish dokumentini qaraganda siz burun yallig'i bo'lib qolibsiz. Sho'ng hamda usushingiz bo'lmaydi ekan. Ay, xanam, bu yerda yeng tavsimlik birisi bormi? Yeng tav? Uqmaydi ekanman. Hey, kimni izlaysiz? Hech qisi yo'q. Ondaq demang. Turmida dadamdan obdan xabar olibsiz. Sizga rahmat etmasam bo'lamdi. Yo'qsa, amaliyotda dadingiz mendan xabar oldi. Aras, dadingizning yo'qligini qachon borsiz? U loyiqingizning bor yo'qligini so'rdi. Agar bo'lsa, rasmini og'ash kelsin deydi. Bo'ladi. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Mana hozir. Yaxshimisiz? Sizmi etdingiz? Meni unutib qolmabsiz. Albatta. Ey kiring. Bo'ladi. O'tiring. Biror ishingiz bormi? To'g'ri. Bu narsani mashinada unutib qolibdi ekansiz. Aka biray deb kelgan. Bu nimiki? Mening emas-ku. Ay, o'ltamamsiz. O'ltiray. Yaqindan beri obdan turib Endi qachon uchtisiz? Ushmayman. Endi ushmaydigan bo'ldim. Avasiya shirkati sizni oqsab xizmatini ishlandimda. Yo'q. Shirkat meni yo'lovchilarga yaxshi muomala qilmaydi ekan, senda pochta etdi. Undaq emas-ku. Men arz qilmagan tursam. Chaqchaq qilib qo'ydim. Men burun yallig'i bo'lib qolibdiman. Aeroplanga chiqsam, havoning besimga chidamaydi ekanman. Shunga doktor meni endi ushmang deydi. Men texmini so'roq tadqiqot kelgan o'xshaydi deb qo'rqib ketibdiman. Bu hech qisi yo'q, men chiqay. Xayr, xo'sh. Xo'sh amsa. Kim o? Meni ko'ribli ketyotdi-ku. Odamga salom qilmay, tasi bir qoida uqmaydi. O'zingiz kimdingiz? Shuni bo'lgan ekan kiyimlaringizni kiyib chiqsangiz bo'lmamdi. Nima qo'rqish? U sizning loyiqingiz emas-ya. Ha, nima deb o'ylab qoladi? Kechiring, men sizdan apu so'rayman. Xafa bo'lmang. Aras, bugun tushdan keyin soat 2 da televiziya stansiyasiga repetitsiyaga borsangiz bo'lmaydi. Kechda Tomasning qizining kiyimini kelib, yana kechda. Bu narsa menga yot bo'lib ketdi. Esingizda qolsa-ku yaxshi-ku. Men sizni unutib qolmasin deyapman. Ha, to'g'ri. Elq chin direktor sizni mushu juma kuni kechda tamoqqa taklif qilib qo'ydi. Men xalqning ko'nglini ochirganlardan emas, model Len apandi kechiring. Siz mening slaytimni obdan bilib eling. Bo'ladi. Hech bo'lmaganda avval sizning fikringizni elishim kerak, ha? SPC 9916 tekshirib beqing. Burun o'g'irlik qilganmikan? Tugidi.
SPC 99-16 tekshirib beqing. Kechiring, nima ish bo'ldi? Bu mashina sizningmi? Ha, Siz bunda qilishning xatarlik ekanligini uqmamsiz. bu Qarang, mashinaning eshigini taqamabsiz. Qarab beqing, bir narsangiz yutdimiki? ishni bujitmabdi, rahmat sizlarga. Bundan keyin mashinaning eshigini obdan taqang. Hozir mashina o'g'irlaydigan ishlar to'ldirib ketdi. Rahmat sizlarga. Bo'ldi, ish tugadi. Efendim, nima ish? Bu yerda mashina to'xtatsangiz bo'lmaydi. Bu meyitlarga berilgan yer. Kechiring, hozirlik ketaman. Chaqan keting. Kechiring. Ay, xanım. Ben naqshtilab qilmoqchi edim. Yo'q, bo'lmaydi. Akiling. Nimandaq tugmaydigan naqsha. Nemi degan peyzi? O naqsha chag'anda hammasidan chiroyi satilishib ketdi. Qarab, shunda xo'shib ketdim. Siz bu kostyumni kiyib, texmi satlashib ketibsiz. Ha? Qandaq? Bo'lmabdimi? Bo'lishig'i bo'pti. Maviya chata qilib qopti. Bu tatixmo sizga o'xshash mening badanimga mangu o'rnab ketgan. Yana chaqchaq qiltirdingiz. Haras, yaqindan beri ko'rinmaysiz-ku. Nalaga berib keldingiz? Yaqindan beri aldirashib ketdim. Bir do'stim meni qashimga tijorat qilib ketdi ekan. Ha, ishingni shundoq chiqib pul tepib, ishonaq o qimmat skripkani epirib ekansiz-da. Ha, siz o'qimaydi ekansiz. Og'andikin yaxsini oldigan gap. Bo'lmasa o obdan tuganmaydi. Uni yomon uyutibmi qo'ymang. Mening karim yo'q. Men singlimni sizga topshirdim. Siz uni obdan boshqaring. Kechki shundoq deysiz. Rasta otamsiz-ya. Men sizga hech qachon yolg'onga qilib boqmadim. Kim biladi, siz nima o'ylayapsiz? Nima dedingiz? Ha? Haras, motoyingizning oldidagi signal chirig'i chaqilib ketibdi. Ketib o'tib suv oldim. Mashina alamsiz? Yo'q. Ya bo'lmasa anil. Bo'ladi. Ha, ashuna. Manima? Ani.
Aşın alay. Anmiye. Ha, makende. Rahmet. Ahva. Boldu qıl qara. Hemiyeni soqılıp ettin. Bilximi ötürüp bulay depse. Oy boy. Oy Xudayım yüzlerini mandaq baskılap ketdi. Toxta, men elib etey. Buludu, oyna, oyna. Men ketime, bunu size qaytırıp berey. Birlik kirmemsiz? Boldu. Hiçnim bolmaydı. Bir gün dadam kemede apam hiçnim demeydi. Ahvanınla sizin köygüsü var, onun bilen görüşüp ketmemsiz. Bolu demse. Ahva, Alon, keldiniz yenge. mi? Ahva, ben seni oynatıp koyay ya. Apa, ahva yine gep yemeydiğen boptu. Alonu avar qımma. Ne oyduğun var? Ha, top oynamsa? Yenge, ben onu çıkar top oynatıp girey. Şuraya, top oynatıp gireyle. Ahva, kaldı tükense bu. Aşkına oynasan boladı. Bak yaman kesse. Ahva, kaldı tükense. Yeni. Dada, Küntaka, hoş buldun mu? Ma kirip et. Keçirin. Ben qaytıp gidey. keçirin degan gapni asliman desam boladı. Siz berip munchiq kirib eling. Ahvanima akirib ketay. Ma'qul. Sana deb qo'yay. Bundan keyin yelini uzilish bo'lma. Sen ize. Ufkanın muşundaqlığını bilip durup toptab kel açıqının nemisi? Alonning yomon niyati yo'q. U ahvoni xush bo'lsin deb olib chiqdi. İş qilib u yaxshi odam emas. Bundan keyin uning bilan berish kelish qilma. Dada, siz nemishqa Alonga mundaq muomala qilasiz? Sizning kallingizda hozir hamma odam jinoyatchiga o'xshab qolyotibdi. Alonga mundaq muomala qilsangiz faqat adil bo'lmaydi. Men sendan necha ishlarni ortiq yutqan. Men uning yaxshi yomonligini bir qarabli bilalayman. Dada, Bo'ldi. Bag'an sira opangga o'xshash men bilan takalishgan bo'lib olding-ku. Sen oling bilan opangga chapan yepishdan boshqani bilmaysan. Mening hozir qiyotig'imni aytgan. Mening qishimga kuchpa desam, texi unmaysan. Ish odam bu kichikini uyga sig'dilib nima bo'ptikan? Rostni aytganda, sen kunduzi ishlab, kechda muzika mashq qiladigan odam. Sana biya bo'lmaydi. Sen Singapur simfoniya umiga imtihon bermoqchi emasmi? Shunga ko'chib kelib, mening qishimda turg'uning yaxshi. ammo opam tijorat nima qilib? Ahvog'im qaravotidi. Men sizning qishingizga kelsam, u qanday qiladi? Hay, uning bingisi bor. Shuni uningga arim lozim emas. Shundaqkan, u qanchalik ishdi? Hay, ya bo'lmasa, ahvo mening qishimga berib tursin. Qanday dedim? Bo'lmaydi. Mundaq qilsam opam xafa bo'ladi. Hay. Sen opangni xafa qilmasang bo'ladi. Undaqda men-ku. Mundaq bo'lsin. Agar meni qishingizga akitadigan bo'lsangiz, opamga o'zingizdan. Hay, sen optan bilasan-ku. U azalda nimani dushman qatorida ko'rdigan tursa, mening gepsiz olamdi. Baxmay turib qanday bilasiz? Hay. Necha yildan beri men uningga hamma qildiganini qildim. Birla yuragimni chiqarib ko'rsatmadim. Bo'ldi. Bu gaplarni sana demay. Men mangay. Bu maxsus doktorning tunishtirish xati bilan ahvoning davolanishi rost qo'ydi. Men mangay.
Yili, Apa, o yeni kepti-de. ha, Men sana undaq adamның pulunun lazım yo'q dedim go. Pulunu qo'yib qo'ysin demişik ma'qul deysen. apa, dadam bu pulni Ahvanı Maqsud doktorga ko'z tutish uchun akeldim deydi. Ufqanlı neçe doktor köstüp bolduq. Onun tanıştırışının nima hacitdi? Ahvanın mundaq bop qilishi bütünlay Xudanın bizga bergan jazası. Men özümni ömür vayt keçirmeymen, onu mu keçirmeymen? Apa, ondaq demang. Siz dadam bilan Men ersiz mi yaşap keteyverimen? Apa, dadam mening qishimga ko'chib badavatdi. Uning uy sharoiti mening muzik mashq qilishimga muvofiq ekan. Bunun özün bir nima de? Andaqda men ko'chib ketsam, Ahvadan kim xabar oladi? Men ernimi kerak qilmayvatsam, qiz bolani nima qilaman? Apa, Agar u yana sharoiti muzik mashq qilishing muvofiq kelsa, bo'ldi ko'chib bo. Men sendan og'rinmayman. Men bu seni simfoniya ümikiga imtihon berib kirskan degan umidda. apa. Alo, seni ahır tapdık. Bana hocayını kışık vermez. Meni qo'yib tala. Men o'zamanmi? Qo'yib! Qo'yib deyman. Men sizlarning narsalarni rost olmadim. Uning ichida nima borligini uqmadim. Seni qo'yib etsak qo'yib etamiz, ammo u narsani topshirmasang bo'lmaydi. Bağışlayınlar. Ben nerede yürüp sizlerden narsalarni olaman. Agar ağam bo'lsam, bo'ldi. Mashinani tegdi o'lay. Hey! Unda qilmanglar. Unda qilmanglar. Urmanglar. Ben rost olmadim. To'xtanglar. Aka. Tushiringlar. Ayta, yana bir bolaq nima qo'yding? Men rost uqmayman. Qandaq? Dastlab siz beyosh to'g'risi degatdingiz. Aslini eshitganda tutilib qolsam men o'lim jazosi berdi. Agar topshirmasam, men san o'lim jazosi beraman. O'chaqda meni netisi bir bob qoldi. Elim yaxshi yomg'ir yog'ib tikan. Men bir mashina to'sib chiqqan. Ammo o'z zarli chekimlikdan qanday yo'qolib ketganligini men uqmadim. Undaq bo'lsa darhol top. Aka, yo'lda mashina shundoq jiq tursa, men uni nerdan topaman? Sana şunu aytib qo'yay. Mening mijozim o'sal odam. Meni aldaymaydimi? Ras, esim keldi. Yerimda uning ism kartochkasi bor. Shu kuni men uning ism kartochkasini e'lon qilgan. Aramzadlik qilma. Nima qilmoqchisiz? Hisobsiz, mushu. Mush mashina. Mush mashinami? Ha, shu. Men ashuna mashinasi chiqqan. Vay, Eugene Fey efendi var mı? Jefendam siz sirtga chiqib ketgansiz kim? Apa, men qilay. Sanduq nega apamaqdingiz? Zavodga mol qochiligini opray degan. Men aytib chiqib beray. Ishning tuyiga qo'yib tur. Jefey, Ha? seni boy birisi izlab telefon beribdi ekan. Kimkan u? Ismini demadi. Nima ish ekanligini demayli, telefonda qo'yib atdi. Amsa xizmatdashim o'xshaydi. Ay, nim bo'ldi? Eshitma. Aeroplanga chiqmasamlar mundaq asti xarakterlik bir reallig'i qo'zg'almaydi ekan. Endi uchadigan ishim yo'q bo'pti. Mundan keyin qanday qilay deyapsan? Siz ansirmang. Men hargiz ishsiz qolmayman. Ish qilib, meni taklif qilgan odam chiqmay qolmaydi ekan. Shundaq tezli taklif qilganlar chiqdimi? Kimkan u? Sizchi? Sen rostla menga yordamlashamsan. Siz elishni xohlasangizlar. Voy, ahmaq.
Senin o işin erteden keşke osmanda uçtuğun iş boğan ki ben müjrek aldı bop sürettim. Emdi kaytıp gelip bana yardımlaşman desen elbette hoş bolaman da. Bunun deyken zavodumuzda obdan ronak tap bulsak netice degen şu. Boludu, çoğam. Alon, sen bizde ahmak edipsen. Ne bak sen o nesini istahat kılı. Ondaq emas. Bu iş qiyana biraz vaqt ketdi. Bundaq izlep kaçan tapsan. Soquşmangla. Hazır qımıymış, o nersin tepeş. Meşe şuma. Şoğu deyman. Hemsi izlep bakmamsa. Yüzünfey. Voy, siz mitiniz? Men bir ağından izlep kelgan. Juranga, choy ichib kelaylik. Bo'lmasmiki, men opamning do'koniga qarab atqandim. Aha. Aras, mundaq ishdi. Eliq kun emas sizning mashinangizda bir baloq narsani unutib qaptiman. Sizga ushtirmadim, ha? Asli o narsa sizniki ekanda. Ha, to'g'ri. Men mashinadan tepib olgan. Mashinangiz nerda? Opam haydab chiqib ketdi. Nega? Joniy turmisiga. Turmiga?人间还有真诚一次次的恩怨纷争，已使我胸口满是伤痕。故作风中打转的沙场，不要为了爱而牺牲。